Qizil lab bo'yog'i aviatsiyada nafaqat chiroy, balki xavfsizlik uchun ham javob berishini bilarmidingiz? Albatta, barcha aviakompaniyalarda styuardessalarning makiyaji va uniformasiga qo'yiladigan talablari har xil bo'ladi. Lekin ko'p kompaniyalarga o'xshab, men ishlaydigan aviakompaniyada styuardessalar reysga aynan yorqin qizil lab bo'yog'ini surib yurishi majburiydir. Buning juda ham qiziq bo'lgan muhim sabablari bor. Birinchi sababi bu artikulatsiya. Yorqin lablar yo'lovchilarga styuardessa nutqini samolyotning shovqin muhitida osonroq tushunishiga yordam beradi. Favqulodda ko'rsatmalarni yetkazishda bu muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, bu eshitish imkoniyati cheklangan yo'lovchilarga styuardessalarning lablaridan so'zlarni o'qib olishini osonlashtiradi. Aytgancha, logopedlar ham yosh bolalar bilan ishlashda ularning e'tiborini jalb qilish uchun ushbu hiyladan foydalanishadi. Bundan tashqari, favqulodda vaziyat yuz bersa, evakuatsiya paytida yo'lovchilar bort kuzatuvchilarining yorqin pardoz va qizil lab bo'yog'i sabab osonroq tanib olishadi. Shuningdek, qizil rangning odamga psixologik ta'siri, ya'ni qizil rang odamga qat'iyatlik, o'ziga ishonch va xarizmatik inson assotsiatsiyasini uyg'otadi. Keyingi videoda esa styuardessalar qancha oylik olishi va ish maoshi nimalarga bog'liqligi haqida aytib beraman.